Arkadaşlar, biz bundan oldingi videolarda demek qo'ygan edik. Ya'ni biz ota-ona genotipi mana bu holatda bo'lgan holatda demek chaqishtirganimizda, demek bu yerda otada hech qanaqangi chalkash yo'q, shuning uchun bularda krassinga o'tish kuzatilmadi. Faqatgina demek onada kuzatilgan. Va bunda genetik xaritani tuzilishiga e'tibor bering. B, S, A. Mana shu holatda demek genetik xarita nima qilingan, kuzatilgan. Biz mana bu sonlardan, ya'ni bizda mana bu yerda qo'shilasiga kuzatilgan ota-onalarni demakki biz o'tgan darsimizda demek chaqishtirib topgan edik. Ona genotipini demek ona genotip shu holatda demek genetik xarita katta B, katta C, katta ko'rinishda bo'lar ekan. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, e'tibor bering, mana biz gen orasi masofani topamiz endi. Demek mana bu holatda mana ona, bu holatda ota chaqishtirganimizda demek mana bu gametda mana no crossing bor, faqatgina onaning genotipi shundaycha yozilgan. Endi B bilan C orasidagi crossingga e'tibor bering. B bilan C orasida kelyapti, ya'ni kichkina B katta C katta A, katta B kichkina C katta A. Bu B bilan C orasidagi. Endi keyingisi C bilan A orasidagi demek yakka crossingga bo'lyapti. Demek bu yerda hop C bilan A orasida demek kechirasizlar, mana bu yerda demek o'rni kitob qolibdi. Hop, mana bu yerda shu holatda olinganda demek o'zgarish, ya'ni C bilan A orasida kechyapti. E'tibor bering, C bilan A orasida. Yakka crossingga qo'sh crossingga o'yir. Faqatgina C'lar o'rnini almashtirib qo'ysa, qo'sh crossingga o'yir. Endi bu degani no crossingga o'yirlar mana bu yerda hisoblaganimiz 764 ta jami. Nimaga sonni o'zi o'lib? Chunki biz no crossingga foizini topishimiz kerak bo'ldi. Xo'p, B bilan C orasidagi yakka crossingga o'yirlar 57 ta. Demek mana bu C bilan A ni demek nimasini topish uchun yakka crossingga o'yirlar 166 ta. Qo'sh crossingga o'yirlar demek 8 ga 5 qo'shsa 13 ta. Demek şu orqali biz hozir sizlar bilan demek gen orasi masofani birgalikda topamiz.